Assalomu alaykum akalar. Karlik pandamiz borlar. Katta bo'ldi xudo xolasa. Siqqanlar bo'lsa ikkita qolgan. Bittasi biron bo'lib ketgan. Mana shularni biron qilib qo'ysanglar bo'ladi, bitta narsalar. Jinsi noma'lum. O'ta bitta narsa qulog'i ham yo'q. Oqi sotilgan. Yanasi mana. Yani qiziqqanlarga pandamiz bor, sanasimiz 40 kunlik bo'ldi. 40 kunlikdan boshlab sanay sotiladi, bu sotilgan. Keyin yozaverasizlar qiziqqanlar. Sherkanlarimiz tuqqan. 6 so'qdagilar. Kecha tuqqan. Qiziqqanlar bo'lsa sherkanlar. Bolalarni biron qilib qo'ysanglar bo'ladi, 40 kunlik qilib beramiz. Otasi ham onasi ham sherkanlar.